Azizlarim, hozir sizlarga mana shu holatimdan mana shu holatga qana qilib kelib qolganimni aytib bermoqchiman. Ko'rib turganinglardek, bu meni tug'ruqdan keyingi holatim. O'zi ham naqd 74 kilo bo'lganman. Bu esa meni 14 kiloga ozgandagi holatim. Qanaqasiga ozdiz desanglar, meni sog'lom ozishimga Enel mahsulotlari yordam berdi. Har kuni Biadron, Drain Effect, Cocktail va Lux choylarni ichib ozdim. Biadronning foydali tomoni shundaki, homilador va emizikli ayollarga ham mumkin bo'lib, charchoq, stress, depressiya holatlaridan chiqib ketishga yordam beradi, tetiklashtiradi. Bundan tashqari ayollarda kistomioma, mastopatiya kasalliklarini oldini oladi. Immunitetni ko'taradi, yosh bolalardan kattalargacha bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Hidsiz, ta'msiz, juda ham foydali ichimlik. Drain Effect esa organizmdagi ortiqcha achchiq, shlak, toksinlarni chiqarib tashlashga yordam beradi. 100% tabiiy mahsulot, emizikli ayollarga ham mumkin albatta. Ishlarimni ham aynan mana shu mahsulotga yetkazdi. Bu kokteyl juda ham foydali bo'lib, ham qorinni to'q tutadi, ham energiya beradi, ham ozdiradi.